Bort razmeri 1.10 ga 1.60 qilib ishlangan. Narxi $1000. Miya motorlarimiz 1200 tali, sifatlisidan. LED fari. Bu zavodskoy polka audio sistemalari bor. Balon razmerlari 4.5 ga 12 qilib ishlangan. Nasiya savdo, kredit, muddatli to'lov, bo'lib berish bunaqa narsalar yo'q. Damkratimiz bor, balon kuluvchilari bor, zaryadniki bor. Kaskalari bor, maxsus bosh. Assalomu alaykum, hurmatli Moto Savdo kanali kuzatuvchilari, bizni qadrli obunachilarimiz. Sizlarga yangiliklar ko'rsatishda davom etyapmiz. 500 kilogramli polkabinali elektromuroyimiz. Juda chiroyli ranglarda sotuvga chiqdi. Qora rang, delfin rang hamda mokriy rang. Yana bitta rasvetkasi bor. U vayenniy rang, ya'ni yashil rangda sotuvda mavjud. Hozirgi kunda do'konlarimizda 3 xil rangda turibdi. Sotuvimizda kimga qaysi rang kerak bo'lsa, bemalol shunday to'xtatib, skrinshot qilib, Telegram nomerlardan bizga tashlasaling, sizlarga to'liq obzorini tashlab beramiz, hurmatli mijozlar. Bo'lmasa, bir boshdan videomizni boshlayapmiz. Videoni boshlashdan oldin bitta qo'shimcha qilib ketamiz. Bizda nasiya savdo, kredit, muddatli to'lov, bo'lib berish bunaqa narsalar yo'q. Biz kuzatuvchilar, biz faqat naqd yoki plastik karta orqali savdo qilamiz. Kimga ma'lumot qiziq bo'lsa, ma'lumotni unda aytib ketyapmiz. Xo'sh, obzorimizni bo'lmasa boshladik. Bismillah deb qora rangini boshlaymiz. Buni obzor qilishdan oldin jinday muroyimizni oldinroqqa chiqarib sizlarga ko'rsatamiz. Ana hurmatli mijozlar, muroyimizni orqa safdan oldinroqqa chiqarib yubordik. Nimaga? Sizlar bemalol ko'rib ma'lumot olishlaring uchun. Xo'p, muroyimizni oldi ko'rinishiga keladigan bo'lsak, LED fari. Sizlar uchun mana to'liq obzor bo'lsin, hamma joyini yoqib ko'rsatamiz. Faralari yoniq. Oldida LED fara bilan jihozlangan. Ancha yorug' yoritadi. Mana kunduzi bo'lishiga qaramasdan muroyida orqasini bemalol yorityapti. Yoritishlar joyida. Pavorotning chiroqlari ham LED ko'rishingiz mumkin, lampochka bas. Dvorniylari ham bitta narsani inobatga olasizlar. Motorchidan bas. Bu zavodskoy polkabinka. Kimdir aytishi mumkin hozir. O'zlaring qo'yib sotyapsizlar. Yo'q, bu zavodskoy mana. Zavodskoy polkabinkada motorchini yoqib o'chirish knopkasi bu yerda bo'lmaydi mana. Zavodskoylarda ko'rishingiz mumkin mana. Dvorniylari ham joyida ishlayapti. Rul sohasini o'zida dvorniyni yoqib o'chirish, audio sistemalari bor. Xohlasalar ham Bluetooth, xohlasalar ham radio va mana bu yerda fleshga chip tushadigan joylarigacha mavjud. Tablosida hamma informatsiyasini ko'rsatadi. Qolgan zaryadni, yurgan tezlikni, kilometrni, pultlari ham juda bejirim qilib ishlangan, ko'rishingiz mumkin. Pultdan ham bemalol muroyida yoqishlar mumkin. Kalitdan ham yoqib ko'rasizlar mana. Muroyimiz yoniq. Telefon pastavkalari bor. Telefon pastavka ham oddiy pastavka emas. Bemalol telefonlaringga zaryad beradi. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar. Qo'shimchasida nimalar bor? Qo'shimchasida damkratimiz bor, balon kuluvchilari bor, zaryadniki bor. Kaskalari bor, maxsus bosh kiyim. O'zi polkabinkali elektromuroyga bosh kiyim shart emas, lekin mana bu firma sizlarni qayg'urib sizlarga mana qo'shimcha bosh kiyimlarni ham qo'shib bergan, maxsus nimcha va poliylar bilan jihozlangan. Ruchniklari bor, stakanchilari. Yozgi kunida muzday suvlar solib bemalol ketaverasizlar. Oldida dokument uchun, telefon qo'yish uchun mana bunday cho'ntaklari ham mavjud. Ramalari ham mustahkam ishlangan, ancha yaxshi. Bort qismi, bort razmeri 1.10 ga 1.60 qilib ishlangan. Eng zo'r tarafi, dalaga odam olib boraman desalar ham bemalol orqaga bortga odamni o'tirgizib ketaverasizlar. Kerak bo'lmagan payt buni qaytarib qo'yaverasizlar joyiga. Ichiga tiqib qo'yiladi, turaveradi. Ko'rishingiz mumkin. Muroyimiz orqa qismini. Stop chiroqlari ham juda chiroyli holatda ishlangan. Bort ochilishlari ham ancha oson. Bunaqa og'ir mexanizm bas. Bortlari mustahkam ishlangan, pollari qarin. Xo'p, muroyimizni akkumulyatoriga keladigan bo'lsak, hozir bortini ham ko'tarib ko'rsatamiz. Akkumulyatorlari 53 amperli akkumulyatordan 6 ta jihozlangan. Miya motorlari 1200 tali qilib ishlangan. Bortini ham sizlar uchun ko'tarib ko'rsatamiz. Ko'rishingiz mumkin, bortini ko'tardik. Ikkita silindri bor bort ko'tarish uchun. 4 ta profil tashlangan, mustahkam qalinidan ko'rishingiz mumkin. Rizgavilari bor. Balonlari, balon razmerlari 4.5 ga 12 qilib ishlangan. Resorlari yaxshisidan, amortizatorlari bor. Miya motorlarimiz 1200 tali, sifatlisidan. Akkumulyatorlarimiz 53 amperli akkumulyatordan, yillari yangi. Korobkaning holatiga e'tibor bermaysizlar. Endi ustalarimiz yig'ishda ozmos korobkani sifatsizdan qo'yishibdi, lekin baribir
buni Muraviyda olay turgan odamga biz tavsiya beramiz. Korobkani olib, akkumulyatorlarning orasini 2 sm 2 sm dan ochib, boshqatdan qo'ying deymiz. Nimaga? Yozgi kunida xavfsizlik yuzi nuqtai nazardan ramalari mustahkam, mana bunday avtomatik ключаторlari bor, zaryadning gnizdolari ko'rishingiz mumkin, ligushkalar bilan jihozlangan. Bir so'z bilan aytganda, Muraviyimiz juda sifatli, sifati a'lo darajada. Xo'p, Muraviyimizning narxiga keladigan bo'lsak, narxi $1000. Bunaqa narxga menimcha 500 kilolik polkabinkali Muraviy topish qiyin. $1000 ga vodiy ichi dastavkasi bepul. Qolgan viloyatlarga kelishamiz. Hurmatli mijozlar, xo'p. Obzorimiz mana yakunladik. Sarflagan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Salkam 6 minut, 7 minut bo'lib qoldi videomizni davomiyligi ham. Xudo xolasa, Muraviyimizga garantiya bor. Akkumulyator qismlariga 1 oy garantiya beramiz. 60 km, 50 km masofani bosib o'tishiga 1 oy garantiyalari bor. 1 oyda ichida shu aytgan pragimizdan kam yursa, akkumulyatorlarni alishtirib beramiz. Oldi balonlari 4 ga 12, oldi balon aytmay ketibmiz. Muraviyimizning oldindan ko'rinishlari. Kimga qaysi rangidan qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaveringlar. Arzon narxlarda garantiyalari bilan vodiy ichi yetkazib beramiz. Alloh nasib qilsa, keyingi videolarimizda 500 kilolik usti ochiq modellarimizni obzor qilib o'tamiz. Xudo xolasa, jitkisli variantlari, oddiy variantlarini obzor qilib sizlarga ko'rsatib o'tib ketamiz. Videolarimiz manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Shuncha mehnatimiz samarasiga like knopkasini qizartirib qo'yasizlar degan umiddamiz. Bizga a'zo bo'lib qo'yinglar, a'zo bo'lmasdan kuzatib turganlar. Hali oldinda bundanda qiziq, bundanda sifatli mahsulotlar sizlarga ko'rsatishda davom etamiz. Alloh nasib qilsa, sizlar uchun faqat sifatlisini ko'rsatishda davom etamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hurmatli mijozlar.